Tongga farishta deb nomlangan mazkur asarda bir qarashda ko'pchiligimizning nazariga tushavermaydigan, kamtargina, oddiygina kasbkor ekanlarning kundalik hayotimizdagi, jamiyatimizdagi o'rni xususida bahs yuritiladi. O'ylaymizki, u sizni befarq qoldirmaydi. Ertalab hovlingizdan chiqib, orasta ko'cha, yo'laklar, xiyobonlardan o'tib borarkansiz, ko'zingiz quvnaydi. Ming turli anvoy gullar xushbo'yidan bahri tilingiz ochiladi. Ruhingiz tozaradi va yuksaladi. Ishingizda unum, xayr-baraka bo'ladi. Lekin afsuski, aksar ko'pchiligimiz bularning barida biz ko'cha xizmatchilari deb biladigan insonlarning katta hissasi borligi xususida o'ylab ham ko'rmaymiz. Vaholanki, ularning xizmatisiz loaqal ko'chamizda tasavvur qila olmaymizmi? Supuruqsiz ko'chalar, xiyobonlar, ko'rib qaqshagan gulu gulzorlar asabingizni qaqshatmaydimi?